Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Bizga kommentariyaga yozishardi bir ikkita negativchilar bor. Ha aka, sizga faqat odam ishlamaydimi, odam to'lmaydimi, ha deb mana shu ishxonani reklama qilasiz degan kommentariyada yozuvlar bor. Akalarim, ukalarim, tanijonlari sog' bo'lsin, musofirda yurgan akalarim. Bizaga ko'p vakansiyamiz to'ldi. Men sirazi aytib qo'yayim, uje qachon endi video qo'ysam, o'sha payt telefon qilishlaringiz mumkin. Hozircha telefon qilishni ham to'xtatamiz. Bitovka sklad to'ldi. Voditellik to'ldi. Mebelni to'ldi. Разный рабочий ham to'ldi. Svarkalik ham to'ldi. Akalarim, ukalarim, bizda ishxonaga vakansiyalar qolmadi, to'ldi. Qachon ishchi kerak bo'lsa, men o'zim yana yangi videolarni qo'yishda davom etaman sizlarga. Inshaalloh sizlar uchun yangi vakansiya yana topishda biz harakatidamiz. Samый главный akalarim, ukalarim sizlar. Endi nima deymiz? Chiqargan vaqti bo'ladi buni. O'zi ko'rsatadi soati, vaqti. Eski videolar bo'lsa, bu telefon qilish shart emas. Uje bu mana oxirgi hozircha videom. Mana shundan keyin yangi video agar qo'yilsa agar bemalol telefon qilishlaringiz mumkin akalarim, ukalarim. Yana nima demoqchiman? Hozircha vakansiyamiz to'ldi. Hamma ish o'rinlar to'ldi. Allohga shukr, aka-ukalarimiz keldi. Mana ish bilan ta'minladik, ishlab o'tiribdi. Sizlardan faqat bir iltimosim shu. Podpiska, like, podelitsiyani bang'alatib bosaveramiz. Nasib etsa yana sizlar uchun yana yangi vakansiya chiqarishdan biz charchamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.